Vodek, ma nime mavo? Ey, altın. Xotinimning oltinisini ilib chiqdim. Mana bizga qanig'icha o'ynaylaman setib bildingmi? Ya bu cımı cama bu cade kıptırımda. Hey, Oy, qaynama ballam axirida qaylamay. O'tir shuna. man eng yaxshi setib hechlaymiz gap qilma. Shh, gap qilma jama. Tamam. Kimin? Nerede oynayamaz? Hem yaz oynaymiz. Qo'pa. Kallarni ishlatdi. Hey, nimdatsiz azar? Chiqirgan bayatın bir narsani. Qoch bo'lgan. Ayol kishining oltinlarini echqab setib, alog'inilar aroq sharab ichgan o'g'il bek yaxshi o'g'il oldi qismimda. O'zingiz ulanma ketmay taqa. Ma balnim zarliga tutdingiz. Siz bo'ldi ekansiz. Xotiningiz bilan to'y qilganda endi bir oy olgan. Bir oy olgan xotinning oltinlarini echqab setib, ata aroq ichsizlar. Boshqa ish qilmay. Ilinga oltinni. Voy, nimani? Voy, ilinga. Bu xotin kishining akilinga. Qaylanma birmunch bu shuni meni mana 20-30 ming ko'liq narsa mana bu dunyo to'yliq vergan bo'g'aytingiz kam xotiningizga unda qilmanglar vicdaning nakatib kam bu xotin kishining oltin degan jini bu xotin kishining mulkini echqab setib xajlab alog'ini xajlab birdiga shvama ishdan ko'nglakni setanglar unda qilmay shu bunda o'yan tomosha qildigan tirishib pul topsanglar oshxon ishlangiz desa 2 kun ishlasang 4 kun yuraysizlar lag'aylab. Endi qaylasa ağını xajlab bagna hech nim topolmay o'g'ri o'g'laydigan bijim topamni tunqin o'g'labdi deb endi men xotinning oltin zilzilatlarini echqan ist va bichora qizlar men oltinlarni endi chimig'day deb o'sha uydagilikday desa o'g'ri tutib qolamiki deb xijolatchilikda ota-onasi desa ko'ngil og'riq qoladi deb ichxon olib ketdi aqchan Maaş yetmaganki amalsizlik tashda qilib turganman. Nerede anlab qollar bizim? Pulga maaş yetmagidek maaş vermatimiz kam. Qisib ishlasak shu maoshim jiqdi gitti. Endi xotinning oltinlarini echqib satmaydi. Anurvan öğretmey men açırıp işinizni qiling. Qopa siz men qig'il ish topolmagandak mishad bishbaka onni baka qildi deb. Xotiningizni kelib anandiki aytdim mana oltinni. Ishingni qilaman men. Ana ikaslar bo'ldi. Men buningdek undash qilmay. Mana sizga bermayman. Xotiningizni telefon qiling. Men beho'lanvandika koni ishli qarg'aga kel xotin deb. Qanda degan gap bor. Ota-onasini gap qilmandaganda bu balaga xijil o'scha bichora qiz bola oltinning dadi nim bo'la Bo'ldimi? Ha? Bodek. Oshxona chiringlar fukam axir bola yetishmaydi da. Mana dadangni kalsini satsam unamaysa.